Uxlab qolmay uyg'otmabsiz. Men sana endi bir uyg'otib kelishim kerak. Bilmaysiz. Naqd pul yo'q o'rna, karta urish kerakmi endi? Ha, naqd pul yo'q endi, kartani urasiz. Hozir es qilamiz. Pul yo'q-ku buni. Ay, bitta karta bor, ikkinchisini olamiz. Vaqt olyapti. Yo'q, bu ikkinchi kartangiz ham pul yo'q. Ikkita kartani olib olgansiz. Mana. Olvereni qamat o'rasanmi hali? Naqd pul yo'q. Tamam. To'lka karta uriladi. Böyle tushib ket, bor, tushib ket. Yo'q, yo'l haqqini berib tushish kerak, yo'l haqqini berish kerak. Karta bu. Karta bu. Ha, bu Magic City'lik-ku bu. Benim yo'lda fikir. Ha, tushing, bu vaqt ketadi, tushing. Nima o'tiring? Yo'l haqqini berish kerak. No, ayting bu. No, pasport. Pasport-ku bu, pasportga pul nima qiladi? Ha, indamay o'tiring, qani? Qaysidir puli bor. Shu buni men bilamanki, shu uraman. Nima, mo'shin tex pasport. Qaysigadir pul borda biladi. Ha, qarang. Uylanganmisiz? Jiyanlar bormi? Jiyanlar metrkasini olib keling, ancha pul bo'lishi mumkin. Ancha vaqtdan beri hech kim ishlatmagan yotib kichang bo'lsin. Ancha pul bo'lishi mumkin, olib keling. Ha, yo'q. Lekin bu pasportni bankomatga tiqib o'tirmang. Olib qo'ya, qaytarib bermaydi. U rasmini hech oladi, berasini qo'yib ketasiz. O'zi tushing. Bu safar keyin chiqqanda to'laymanda, halka. Shu to'g'risini aytib tushadilar. Uni o'rab, chirmab o'tirmaylar. Ko'p to'g'richaga yelimni yig'ib olib. To'g'risini aytadilar, tushadilar. Pulim yo'qdi, keyingi safar beraman. Ha. Eshik ochdan tushib qoladi. O'zi bitta qarz daftar tushim kerak edi.